Menga qizlar yozishadi, srochno ozishim kerak, sovchilar kelib aynib ketishyapti semizligimdan deyishadi-da. Srochno ozdirib bering, to'ygacha ozib oling deyishadi. Lekin bu juda ham katta xato, bilasizmi? Ayol kishini o'zini sevmasligini bildirib turibdi-da. Ayol o'zini hurmat qilmaydi, o'zini boricha qabul qilmaydi. Faqatgina to'ygacha ozib olish maqsadida, lekin to'ydan keyin o'zini ikki baravar qo'yib yuboradi, semirib ketadi. Erkak sizni qaysi holatingizda oldi? Sizni qaysi holatingizda sevdi? Siz o'shanda xipcha belmidingiz? Ozg'in, chiroyli, yoshmidingiz? Turmushga chiqqaningizdan keyin 1 yil ichida bitta tug'ib, semirib o'zingizni qo'yib yubordingiz. Er nima qilsin? Yurib ketdi, bee'tibor, boshqasi bilan ushlab oldim degan gaplarni yozishadi menga. Ayollarning muammosi bilan ishlayman. Bitta narsa, siz to'ydan oldin qanaqa edingiz? Ozg'in edim, tug'ib semirib ketdim. O'zi to'ygacha ham 15 kilo ozib olgandim, 10 kilo ozib olgandim degan qizlar bor. Lekin endi nima uchun siz juftingiz uchun yana o'sha holatga qaytmayapsiz? U sizni shu ko'z bilan ko'rib sevdi, qarasa o'sha o'zgarishni boshlayapsiz. Qalbingizni sevgan bo'lishi mumkin, iymoningizni sevgan bo'lishi mumkin, lekin tashqi ko'rinish ham erkak kishi uchun muhim. Ayniqsa erkaklar ko'zi bilan sevadi degan gap bejizga chiqmaydi. Erkaklar ko'zi bilan, ayollar qulog'i bilan sevadi degan gapni eshitganmiz-ku. To'g'rimi? Xalqimiz orasida bejizga yurmaydi shu. Hozir harakatingizni boshlang. Hozir agar tug'ib semirib ketgan bo'lsangiz, to'ydan oldingi holatingizga qayta olmayotgan bo'lsangiz, mana shu gaplarimni eshitganingizdan keyin o'zingizni holatingizga qaytmang. Juftingizga yana shunaqa oldingidek qiz bola paytingizdek go'zal, yosh bo'lib ko'rining. Juftingiz uchun qiling bu narsani. Ko'rasiz, hayotingizda ancha-muncha o'zgarishlar bo'ladi.